Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi, hemmimizning xazinesi. Burunning burunusida bir mahallada bir yashangan buvay bo'lib, har kuni bir daraxtning ostida yig'lab o'tirdi ekan. Mahalladagi kishilarmu uni yig'longu buvay deb ataydi ekan. Bir kuni bir donishmand bu yo'ldan o'tayotganda buvayning yig'layotganligini ko'rib, buvaydan so'rabdi. "Ay buvay, nima uchun buncha yig'laysiz?" Buvay mundaq debdi. "Mening 2 o'g'lim bor. Cho'ng o'g'lim do'g'ab sotadi. Kichik o'g'lim kunlik sotadi. Yomg'ir yoqqan kunlari men cho'ng o'g'limning do'g'ablarini sotolmasligidan ansirayman. Havo ochiq kunlari kichik o'g'limning kunligini sotolmasligidan ansirayman. Hay, turmush nima degan tasha?" Danishmand buvayning gapini anglagandan keyin mundaq debdi. "Buvay, bu siz qayg'urg'idek ish emas ekan-ku. Qarang, yomg'ir yoqqan kunlari kichik o'g'lingizning kunligining yaxshi setilganligidan xush bo'lsangiz, havo ochiq kunlari hamma odam issiqqa chidamay, cho'ng o'g'lingizning do'g'ablarini bas-bas setib oladiganligidan xush bo'lsangiz, mushundoq o'ylasangiz, bularning hammasi yaxshi ish emasmi?" Buvay danishmandning gapini anglagandan keyin danishmandning gapining nihoyat o'rinliq ekanligini his qildi va shuningdan keyin yig'lamaydigan bo'ldi. Do'stim, hayotda hammamiz ya undaq, ya bundaq masalalarga yo'liqib turamiz. Gap bizning bu masalaga qanday pozitsiyada yuzlanganligimizda. Agar ishlarning yaxshi tarafini o'ylasak, ishninki bu ishning natijasi cho'qim yaxshi bo'ladi. Hayotda yo'liqqan odamlar shundoq. Siz bir odamni yaxshi deb o'ylasangiz, u odamning yaxshi taraflariga bakrak diqqat qilsangiz, u kishining rostla yaxshi odam ekanini his qilasiz. Biroq bir odamning eski taraflarini ko'chilasangiz, u odam kundan kunga eski bilinadi. Boshqalar menga yaxshi muomala qilsin desangiz, sizdami boshqalarning yaxshi tarafini ko'ra oladigan ko'z bo'lsin.